Abdul aka narx-navoni o'zingiz tanishtirib keltiring. Bular Avason aka. Ayturing. Bular 3 million 400 ming. 3 million 400 ming. Dastlabkasi bilan. Dastlabkasi tekilmi? Ha, dastlabkasi ichida. Dastlabkasi ichida. Mana ular 5 million. 3,5 ga 2,5. 2,5 ga 2,5 bo'lyapti. Ha, bu. 5 million bo'lyapti. Ha. Bu sal Ha, katta-da katta. Mana bu ikkitasi bir xil. Buni narxi nechta? 4,5 million. 4,5 million. Nechiga nechi? 2,5 ga 3. 2,5 bor. Ha. Ha, mana bular 3 million 700 ming. 3 million 700 sal kichikroq bu. Yo'q, dilali bu. Bu arzon qimmatmi? Aha, 2,5 ga 3. Mana usta farqi bor, dilali bu. U qo'g'irchoqli. Ha. Hammasi demak har xil o'yilgan ekan. Ha. Mana u ham 2,5 ga 3. 3 million 700 ming bu ham. Nech pul deysiz? 3 million 700 ming. 2,5 3 million 700. Mana Lisvitsa yog'och. Lisvitsa. Aha. Lisvits. Qimmatroq bo'ladi. Ha, 4 million 200 ming. 4 million 200 ming. Ha, keyingilar? Ular bir xil narxi. 3 million 700 ming. 3 million 700. Ha, bitta yong'oq bor, mana qimmati bu. Yong'oq demak qimmat bo'ladi. Ha, 2000 deyapmiz, kami bor. 1,800 ga beramiz. Yong'oq, fonli yong'oq. Nech bo'ldingiz yong'oqni? 1,800. 1800 dollarmi? Ha. Bu qimmatda qimmat. Yong'oqni o'zi ham qimmati. Ha. Bular o'sha hammasi bir xil mana ular. Hammasi Turganlar mana ular 3 million 400 ming, ana 3 million 700 ming. 400 demak nech puldan boshlanib nech pulgacha? 3 million 400 dan 5 milliongacha-da. 5 milliongacha 1800 yong'oq bo'lyapti. Ha, 1,800 yong'oq. Buni qimmat arzonligini nimaga qarab? Sasna, mana Lisvitsa yog'och, mana Lisvitsa yog'och. Aha. Mana Lisvitsa yog'och 4 million 200 ming. Guliga farqi bor, gulida mana. Buni farqi bor. Bu qo'g'irchoqli, bu qo'g'irchoqli arzonroq yuryapti. ha, mana naqshlilar. Qimmatroq yuryapti. Ha, hammasini oyog'i yong'oq. Ha. Oyoqlar deganingiz Mash oyog'i yong'oq hammasi. Ha, oyoq yong'oq. Ha, bu. Mana ular ham bir xil o'shalar bilan 3 million 700 ming. 3 million 700 ming bo'lyapti. Ha, dastlabki qachgacha bo'pti? Dastlabki bo'yichami, Toshkentning o'zidami? Toshkentning o'ziga. Toshkentning o'ziga tekin bo'lyapti. Ha. Borib ustanovkasi bilan. Ha, shunaqa. O'zbekiston bo'yicha o'sha gaplashiladi. Ha, olib berilaveradi. Shunga qarab bo'laveradi dastlabkilari. Dastlabkilar. Ha. Mana ular ham o'sha bir xil hammasi, bir xil. Ular ham hammasi bir xil bo'lyapti. Endi ochrog'i bor, mana sal ochroq, guli boshqacharoq bu ham. Bu ham bir xil. Mana Ha, tuz. mayda. Yarliroq ekan. Ha, maydaroq. Bular necha yil garantiya o'zi necha yil alishtiriladi? Endi bir garantiya yomg'irda turmasa turaveradi. Yomg'ir qor qolmasa turaveradi. Ha. Quyoshda, yomg'irda Qor turaveradi. Qancha bo'lsa turaveradi. Chirib ketib, qurt yeb bunaqa narsalar. Yo'q, qurimaydi, qurt yo'q. Yomg'ir qorda qolmasa bo'ldi. Turaveradi bu. Yopib qo'yish kerakda ustini. Ha, yopib qo'yish kerak bo'ldi. O 3,5 ga 2,5. O narigisi 5 million degani. Ikkitasi 3,5 ga 2,5. Listvitsa u. Yana kelishtiriladigan joyi bor. Ha, kelishtirib beraveramiz. Demak, kanalimiz a'zolari mana shu video pastida raqam qoldirib ketamiz. Bemalol shu raqamga chiqib, promokod sizning uylar promokod bilan gaplashadigan bo'lsangiz, ikkasi bor. Mana buni gaplashib ketaman. Bizdan joylashgan joyimizni hozir men yana ko'rsatib o'tib ketaman. Kanalga a'zolashinglar, xudo xolasa ham davom ettiramiz. Bizdan joylashgan joyimiz Toshkent shahrida. Biz hozir Betonka bo'yida turibmiz. Mana Betonkani qati, mana ko'rsataman. Buyoqbet Nazarbeydan ketaverish, buyoqbet Nazarbeyga ketish. Ya'ni Nazarbeydan Ibn Sino Taxta bozor qarab ketaverishda mana bu yerda o'ng qo'limizda turib olqum sotadigan kamazlar bor. O'sha yerda mana yo'l yuzida o'zi reklama qilib qo'yishgan, so'rilarni. Shundoq yurib, no pastga qarasanglar, pastli to'ri juda so'rili. Bemalol o'sha telefon qilib yo'kida kelib o'zingiz ko'rib olib ketsanglar ham bo'ladi. Bu yerda reklama qilayotganimiz sabab, bu yerda sifatli yaxshi taxtalardan ishlatilinadi, teri unaqa narsalardan ishlatilmaydi. Yong'oqligi ham bor ekan, 1800 dollar aytdilar boya. Короче, yaxshi daraxtlardan ishlatilinadigan so'rili. Sizlarga yana qaysi tema qiziq? Qurilish bo'yichami yoki uy temasi bo'yichami, xo'jalik temasi bo'yicha yozsanglar, kommentariyaga yozsanglar, men o'sha tema bo'yicha video obzor qilib beraman. Bu reklama xizmati-da, reklama xizmati kimgadir kerak bo'ladigan bo'lsa aloqaga chiqinglar, shundoq boramiz, reklama qilib beramiz. Kanalimizda ham 10 mingtadan ochdik. Sizlarning sharofatinglar bilan rahmat, baraka topinglar. Demak,
kommentariyaga rahmat deb yozasizlar. Birinchi bo'lib ilkiga sizlarga nima qizuvligini yozib ketasizlar. Men bu videoni tagiga yozib ketaman. 0808 nomeri bor. O'sha namanganlik okalar nomeri. O'shalar sizlarga mana shu so'rilarni zo'r narxda qilib berishadi. Promokod bor. Promokod sizning uylardan chiqyapman desanglar, kamida 10% skidka qilib berishadi. Do'stim, 3,5 millionlik narsaning 10% 350 ming bo'lyapti. 3 millionga olib ketsangiz yomonmi? O'zinglarni ehtiyot qilinglar, sog' bo'linglar, salomat bo'linglar. Uchrashamiz keyingi videolarda. Qochib ketmanglar. Kanalni kuzatib turinglar. Rahmat hammaga.